2007-yilda ishlab chiqarilgan 2107 avtomashina. Motorlargacha polniy almashgan, xudo xolisa bir qator chiroyli qilib obzorlarni qilib beramiz. Akalar, O'zbekistonda yagona 2106 avtomashinamiz. 1994-yilda ishlab chiqarilgan, atiga 9000 km yurgan navbatdagi 07 avtomashinamiz. 1996-yilda ishlab chiqarilgan, dehqonchilik kraskasi polniy o'zimiz uchun aslijit ko'rganmiz deb aytmoqda. 4 ta voz sensaka diskalari bilan navbatdagi 2106 avtomashinamiz. 1984-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi atiga 20% bor deb aytmoqda. 2104 ishqibozlar uchun akalar ko'pchilik so'rashyapti, ishqibozi ko'p ekan. Xo'sh, chiroyli qilib obzorni qilib beramiz. Navbatdagi VAZ 2102 furgon. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. 2025-yil 7-may hafta kuniga chorshanba Qo'qon avtomashina bozoridan Jigulilar narxini yozib berdik akalar. Har xillardan, navroti borlardan, motorlar almashgandan, yurgani kamroqlardan, xudosi chotki holatlardan chiqardik. Atiga 9000 probeglari bor akalar. Polni Priora motor qo'yilganlari, tuning bo'lganlari, hattoki konditsioner borlargacha chiqardik. Bemalol videoni oxiriga ko'rib batafsil ma'lumot olishingiz mumkin. Bitta like bosib, podeshka tursalang sizlar uchun xizmatdamiz. Mana shunday chiroyli videoroliklar qilishda davom etamiz. Bo'lmasa videomizni boshladik, oxiriga ko'rib batafsil ma'lumot olishlaringiz mumkin. Qo'qon mashina bozoriga mahluq chiqib qolibdi. 2007-yilda ishlab chiqarilgan 2107 avtomashinamiz. Motorlargacha polniy almashgan, xudo xolisa bir qator chiroyli qilib obzorlarni qilib beramiz. Kraskasi aslijit bo'lgan. Aslijit bo'lgan. Old orqa suyaklari but-butun aka. Rangi almashganiga aslijit bo'lgan. Motor holatlari nima deyapti akalar? 1.6 Priora motor qo'yilgan. 4-pokoleniya propellari bilan akalar o'ta go'zal holatda. Xo'sh, 4 ta balonlari yangi, oldilaridan ko'rsatib o'tamiz ekan, 007 raqamlari bilan. 2007-yilda ishlab chiqarilgan. Tushunarli. Bu nima? 100% yetilganmi? Xo'sh, chexol, ko'ringlar tashlangan monitor. Hattoki akalar tablolarigacha chiroyli qilib qo'yilgan ekan. Monitor, audio sistema отдельно turibdi. Mashinamiz orqa salon holatlari. Tayyor 4-pokoleniya propellar bilan. Zatniy kamera, monitor hamma joy ishlaydi. Oching chaka orqasini. Shumkalar qilinganmi? Shumka qilingan. Polni shumka qilingan. Samfer qo'shib beramiz. Beramiz. Akkumulyatorlari akalar. Xo'sh. Propan nechtalik? 50 talik. 50 talik propellari bilan. Motorlarga dokument hamma narsasi bor. Hammasi bor. Oladi, minadi. Motorlarda rasxod yo'qmi? Yo'q. Hadoviy korobkalari. Mostda ovoz bor, boshqa motor hadoyida. Mostida ovoz bor, boshqa joyda umuman ish yo'q. Faqat minish kerak. Minish kerak. Dokumentlari generalniy bo'ladimi? Yo'q. Aformat bo'lishi kerak. Faqat aformatda, tushunarli. Pulni qancha so'rayapsiz aka? 4300 so'rayapmiz. Kelishtirib beramiz. 4300 dan kelishtirib beramiz. Bozor qilgani bo'ldimi? Yo'q. To'rt pastga gaplashamizni aka? Endi ustida gaplashamiz. Telefon qilasizmi? Variant bartel? Yo'q, variant barter yo'q. Faqat naqd pulga. Telefon raqamlari aka? 90lik 343. Aha. 68 18. Aloqaga chiqsizlar, qayerda mashinasi? Yakimchida bitadi. Dokument bitirib beramiz. Dokument mana shu joyda bitadi akalar. Bemalol aloqaga chiqsizlar, xudo xolisa polniy navrotlari bilan umuman kam yo'q. Qiziqadigan odam shuni olib bosib oladigan joyi, bemalol aloqaga chiqsizlar. Navbatdagi 07 avtomashinamiz. 1996-yilda ishlab chiqarilgan, dehqonchilik kraskasi polniy o'zimiz uchun aslijit ko'rganmiz deb aytmoqda. 4 ta voz sensaka diskalari bilan. Xo'sh, balonlari ham akalar zo'r holatda turibdi ekan. Pultlarigacha bor. Motor holatlari akalar ko'rib o'tishlaring mumkin. 03 motor, 03 korobka. Mashina metanda. Motor yaqinda qilingan. 7 million yoqildi. Motor hadoy korobkasi umuman ish yo'q. Minishga tayyor. Benzinga ham yuradi. Benzinga ham yuradi. Pultlarigacha bor akalar. Ichkari salonlarni ko'rsatib o'tamiz. Chexol, lelonim, audio sistema, oyna ko'targichlar knopkada. Tushunarli. Mashinamiz orqa salon holatlari. Dehqonchilik ekan mashinamiz. Xo'sh, metan holatlari, zapas bo'luvlari va pol holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Siniq holatda turibdi.
Dehqonchilik o'zingiz nomingizda. Xohlagan taklifini qilib beramiz. Yaxshi odamlar. Muzlarda ovoz yo'qmi aka? Yo'q. Yo'q, ha? Minishga tayyor. Minishga tayyor. Pulini qancha qilib beramiz aka? 2,5 ming yozib kelishtirib beramiz. 2,5 mingdan kelishtirib beramiz. Aha. Bozor qilgani bo'ldi? 1600 1700 qilishtirib bermadi. Berganingiz yo'q, qo'shilsa kelishamiz. Qo'shilsa kelishamiz. Barter, Nexia 2 ga barter bo'laveradi. Nexia 2 ga kelishaveramiz ustiga. Ha. Variantga. Endi Telefon qilyapsan kelishaveramiz, ha? kelishaveramiz. Telefon raqamlari aka? 90lik 90lik. 344 Aha. 36 44. Aloqaga chiqursa qayerda mashinasi? Yaypanni mashinasi O'zbekiston tumanida. Kelar bemalol aloqaga chiqursa. Dehqonchilik o'zlarining nomida ekan. 2101 ishxozlar uchun akalar 1974-yilda ishlab chiqarilgan avtomashinamiz bir qator ko'rib o'tishingiz mumkin. Kraskasi asfalt deb aytishmoqda. Oldi orqa suyaklari qanaqa? Ustasiga ko'rsatib tekshirtirib olaveradi. Mashinamiz metanda, motori 11 motorda. Motor hadoy korobka muslari, must ovozi ham yo'q. Tushunarli. Baloniga keladigan bo'lsak, balonlari yaxshi holatda turibdi. Ichkari salon holatlari, zavodskiy chexollar, Lenonim audio sistema. Orqa salonlari ham zo'r holatda turibdi. Mashinamiz orqa tomon ko'rinishlari, metallari va pol holat ko'rinishlari. Dehqonchilikmi aka? Tirikchilikda, xohlagan taklif to'laveradi. Pulichi? Puli 14 million kam. 14 million kam bor. Bozor qilgani bo'ldimi? Endi Hali qilishga yo'q, ha? Xohlagan taklifni qilib beramiz. Telefon raqami 91 91lik 144 144 59 54. 59 54 ga aloqaga chiqursa, qayerda mashinasi? Naymancha. Naymanchani mashinasi. Akalar bemalol aloqaga chiqursa. Akalar O'zbekistonda yagona 2106 avtomashinamiz 1994-yilda ishlab chiqarilgan, atiga 9000 km yurgan, saqlangan mashina akalar. Qolgan atroflarini ko'rsatib o'tamiz. Yelka hamma narsasi bilan turibdi akalar, ko'rishingiz mumkin. Halol probegi 9000 km yurgan deb aytishmoqda. Xo'sh, ichkari salonlarni ham ko'rsatib o'tamiz. O'ta tiniq holatda. Akalar nima deyapti? Halol probegi akalar ko'rishlaringiz mumkin. 9969 km halola deb aytishdi akalar. Ichkari holatlari tiniq turibdi. Kraskalari akalar ko'rishlaringiz mumkin. Jemshuk yaltiroq kraskadan ekan. 94-yilda 4 ta balon yangi holatda turibdi. Metanga ruxsatlari bor. Xohlagan dokumentini qilib berishar ekan. Ishlarini ham ko'rsatib o'tamiz akalar. Xo'sh. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 6500 dollardan kamini qilib beramiz deb aytishmoqda. Variant, barter xohlagan turiga bo'lar ekan, bemalol aloqaga chiqarsa, telefon raqamlarini ham olib o'tamiz. Aka, telefon nomerini aytchida? 95lik 770 22 30 ga aloqaga chiqarsizlar akalar, xohlagan dokumentini qilib berishar ekan. 94-yilda ishlab chiqarilgan 9000 halol probegi deb aytishmoqda. Bemalol aloqaga chiqarsizlar akalar. Mana shu videomizni Jiguli ishqozlariga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Navbatdagi 2111 avtomashinamiz. 11, Yili 74-yilda 77-yilda ishlab chiqarilgan. Patravnik hamma joyi butun deb aytishmoqda akalar. Xo'sh, ustasi yetganmi? Ha, ustasi jid bo'lgan. Ustasi yetgan. Oldi orqa suyaklari butun. Motori noldan qilingan. Noldan chiqqani yo'q. Niva motor qo'yilgan, noldan qilingan. Tushunarli. Paketdan chiqqani yo'q. Mashinamiz metanda. Metanda. Balonlar akalar o'zlari uchun almashtirib olsalar bo'laveradi. 35 gacha temir balon. Torpedalar yangi. Ichkari salon holatlari, torpeda holatlari, Lenonim chexol bitta almashtirib olsalar bo'ldi ekan. Xo'sh, mashinamizning orqa salon holatlari. Bagaj ichi ratno. Ustasi yetgan, ichkari suyaklari qo'lga Kraska tegmagan. Mana qo'llarini ko'rsatib yuboradi butun. Metan holatlari zapas qilingan bor. 2035-yilgacha bor. 2035-yilgacha surgan. Sirogi bor. Tushunarli. 9,5 kami bor. 9,5 million kam bor. Mostda oz yo'q. Korobka hadoylari Umuman. zo'r, ha? Ko'rinayotgan joyda chiqimi bor. Tushunarli. Xohlagan dokumentini qilib beraveramiz. Hamma generalni bo'laveradi. Telefon raqami aka? 90lik, 550, 88, 78. Aloqaga chiqarsizlar, qayerda mashinasi? Qo'qon. Qo'qonning mashinasi ekan, bemalol aloqaga chiqarsizlar. Navbatdagi VAZ 2102 furgon. Furgon. Yili 75. 75-yilda ishlab chiqilgan. 4 ta balon yangi. Kraskasi. Kraska polniy Asfalt. asfalt. Motor gram tutun yog' yemaydi. Motor, hadoy, korobkasi, mostda ovoz yo'qmi? Yo'q. Xo'sh. Suyaklari. Butun. Butun ustasiga ko'rsatib tekshirtirib olaveradi. Tushunarli. Yurishi zo'r holatda. Akamiz xaridor bo'lyapti shekilli, ha? Mana ko'ryapsiz. Bitta tutun.
Tushunarli. Metandan aka bu? Ha, temir balon, Temir gazga balon, ruxsat, gazga gazga ruxsati bor. ruxsat, generalni beraveramiz. Xohlagan dokumentda bo'ladi. Hamma dokument bo'laveradi. Tushunarli. Pulini qancha qilib beramiz aka? Bo'ladigan. 8,5 baho aytyapmiz, kami bor. 7 atrofida yig'ishtiramizmi? 7,5 ishtirib olib. 7,5 ishtirga beramiz a. Variant Umuman aybi yo'q. generalni xohlagan prosta qo'yaveramiz. Qilaveramiz. Bo'ldi. Bir raqam. 90lik, 90lik, 550, 550, 88, 78. 88, 78 ga bemalol o'rtacha kursta qayerda mashinasi? Qo'qon. Qo'qonning mashinasi kelar bemalol o'rtacha kursta. Yurishlari, motorlari, hamma joyi tiniq holatda Xo'sh, navbatdagi 2106 avtomashinamiz 1984-yilda ishlab chiqarilgan, kraskasi atiga 20% bor deb aytishmoqda. To'rtta baloni yangi holatda. Xo'sh, motor holatiga keladigan bo'lsak, motor holat ko'rinishlari mashinamiz metonda. Ishlari ham akalar cho'pga holatda turibdi. Xo'sh, ichkari salon holatlari, tashqi holatlari, chexol, lelonim, audio sistemalar o'zidan qo'yib olasizlar ekan. Qo'lni shunga olgan. Xo'sh, orqa salon holatlari. Eshik yopilishi kerak akalar, yelik bilan birga bir. Metan holatlari, zapas balonlari. Xo'sh. Old holat ko'rinishlari nima deyapti ekan? Kraskasi 20% bor. Strashniy kaltak. Yo'q, detallar yo'q, detallar almashmagan, radnoy detallarda. Xo'sh, motor hadoy ko'ribga moslari tiniq. Motor kaltashadi, usiliniy bo'lgan. Aha. Tushunarli. Puli cheki Pul 2400 kami bor. 2400 kam bor. Bozor qilgani bo'ldimi aka? 2200 qilishdi, nasiya bo'ldi, bir oyga bermadik. 2200 nasiyaga berilgan yo'q. Yo'q. 2000 atrofida naqd pulga kelishaveramiz. Kelishaveramiz, ha? Telefon raqamlar. 88 783 36 34. Aloqaga chiqarsizlar, qayerda mashinasi? Marg'ilon. Xohlagan dokument bo'ladimi? Bo'ladi. Generalniy Bitta, prostoy. sraz bitadi. Shu yerda bitadi akalar, bemalol aloqaga chiqarsizlar. Lekin holatlari o'ta tiniq holatda turibdi. Detal almashmagan, atiga 20% kraskasi bor. 2104 ishqibozlar uchun akalar ko'pchilik so'rashyapti, ishqibozi ko'p ekan. Xo'sh, chiroyli qilib obzorni qilib beramiz. Yil necha yil ekan buni? 87-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskasi-chi? Tomdan pasti. Suyaklari ustasiga ko'rsatib tekshirtirib olaveradi. 4 ta balon yangi holatda turibdi akalar, lekin turishlari tiniq ekan. Xo'sh, motor holatlari ko'rishlaring mumkin. Mashinamiz metinda. Motor hadoy korobka. Rasot yo'q. Most ovozi ham yo'qmi? Yo'q, ha? Bagajlari bilan akalar ishlataman deganlar uchun shuni berib yuboriladi. Chexol lelonim o'zidan ko'ringlar qilib qo'yishgan ekan. Audio sistema xudo olsa. Salonlari go'zal holatda turibdi. Xo'sh. Akalar, polni knopkada ekan. Oyna ko'tarish, tushirishlar. Mashinamizda orqa salon holatlari. Oldingi videomizda ko'pchilik so'rashdi akalar, nimaga 2104 chiqarmayapsiz dedi akalar, mana ish qo'zlar uchun. Bittadan like bosib qo'yasizlar. Metallari, pol holatlari, zapas balonlari, diskalari yo'q ekan. Kolonkalari ham Sony'lardan qo'yib qo'yishgan, chiroyli holatda. Xo'sh. Zo'rmi, muammosi yo'q ekan. Mo'y yemaydi. Aka, buni xohlagan dokumentini qilib beraveramizmi? Xohlaganlar. Generalniy prostoy ketaveradi. Moslarda ovoz yo'q. Yo'q. Motorlari, hadoylari zo'r. Pulichi? 2,5. 2,5 ming kam bor. Deyapsiz kami bor. Bozor qilgani bo'ldimi? Bozor qilgani 2000. 2000 ga berilgan yo'q. Naq pul ishtirsan nima deganlarga? Unda kelishamiz-da. 2000 ga? Gaplashamiz. Gaplashaveramiz, ha? Mashinani ko'rib. Tushunarli, bartelgachi. Barterga ham kelishiladi. Kelishaveramiz, qana mashinalarga? Faqat Jiguliga. Faqat Jiguliga. Telefon raqami aka? 90 588 0402. Aloqaga chiqarsizlar, qayerda mashinasi? Qo'qon. Qo'qonning mashinasi akalar, bemalol chiqarsizlar. Xohlagan dokumentini qilib beramiz deb aytishmoqda.